Dodo, mashinangni berib tur. Nima ish qilsa? Chiqib ketib o'tay deyman. Ishqa. Nima ish qildim shu ay deyman. Ciddi ishim bor-ku. Ne varsa? Turpan berib kelay. Turpanga? Ha. Ucu. Mashin pastda. Bilmay, joshishni beradi. Ben bilchay. Voy, tushibsanmi bo'ldi? Tapamaysan mashin. Meylamsan. Bo'ldi, sen menga ber, men birdan berib kelma. A, nima? Turpan 200 kilometr keldi. Hashtarak keldi. Meni mashinam 1 kilometr 8 modan mayaydi degina. Shunga 160 ga olsang bo'ladimi, ha, may pulga? Ojo, ashni hisoblab yurdingmi? Ya, hisobot sarmas debdi-endi. 3 nima aytyapsan? Ha, bo'ldi. Ras. Endi bo'ldi. Kelasa u yerda. Kelani 260 ga pul o'tmamsa. Kelishding 160. Ha. Evet, ötdim. Aldım hemse ha? A, nima? Qumdek bor ekansan. Degina nima bo'ldi endi? Ben mashina yillik bo'shansa 3600 koy degina. Sen onu 3 kun aydaysan ku. Yerim kun bormi, kelmay. Yerim kun hisoblasak 100 koy versen olamı bo'shansiga? Yerim kun 100 koyma? Ha. Bunday qimmatli bo'shanasın endi. Cho'mba emasmi? Nima qilib ketib qolsang deymanda endi bo'shana bo'lsin. Ha, evetdim. Ashning emmisini hisoblab shu. A, nima? Nima? Baysan istemsa? Ha, ichmanda so'g'andan keyin. 5 koyni evet etemsen 5 koy olgan. Ishmatdim hamsa. Ikki ishtimaydi oy, jo'n. Ay, kela vaqtidami ishib qolsang, keyin bishtal va 10 koy qilib o'tdi. Budamsan ishlamamaydi. Qadek og'am menga ishmagandek qo'rqam. Bo'ldi-ku? Ha, nima? Nima? Kelgan vaqtida mashina sal meni to'lab ketdi degan aqchan yug'izib qo'ygan dema. 30 ko'lik qalik borma, 60 ko'lik qari yug'izasa. Bormatdim ava. Kepinchi qavasini. 200 koy bersam, fujashi o'tirib daq yetib berib kelma. Mashinada og'ir bo'lsa, kepining jiqli qash. 500 koy berib qoldimi? Buni qaytarib pulni aydamayman. A, nima? Nima? Aytdim-ku. A, Beksaddan ilan azulab qoldi. Ay, banqada ava. Ada stress qildi.